Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Futbol TV telekanalida siz sevgan birga bir teleloyihasining navbatdagi soni. Va kutilganidek biz dunyoga mashhur 2 nafar futbolchini 10 ta ko'rsatkich bo'yicha baholab chiqamiz. Va kim kuchliroq ekanligini bilib olamiz. Qani ketdik. Xo'sh Alisher, bugun biz qaysi futbolchilarni solishtirib chiqamiz? Abdumalik aka, bilasizmi, bizning ijtimoiy tarmoqlarda hozirda darvozabonlarni taqqoslash bo'yicha takliflar ko'paymoqda. Shuning uchun keling bugun darvozabonlarni taqqoslaymiz. Xo'sh Alisher, siz bo'lmasam dunyoga mashhur qaysi darvozabonni tanladingiz? Xo'sh, bugun men hozirda dunyoning eng kuchli darvozabonlaridan biriga aylanib borayotgan super reaksiya egasi David De Gea'ni tanlayman. Men esa hozirgi kunda Barselona jamoasining asosiy darvozaboni va Germaniya terma jamoasining asosiy darvozaboni bo'lishga nomzod futbolchi Andre Ter Stegenni tanladim. David De Gea haqiqiy tug'ma iqtidor egasi. U Angliyada ham, Ispaniyada ham top darvozabon ekanligini isbotlab kelmoqda. Va hozirgacha u jami 434 ta o'yin o'tkazgan. Shulardan 168 tasi quruq o'yin hisoblanadi. Bu esa jami o'tkazilgan o'yinlarning deyarli 38% ga teng. Yaxshi natija. Ter Stegen esa De Gea'dan 2 yoshga yoshroq. Shuning uchun u kamroq o'yin o'tkazgan. Statistikaga e'tibor beradigan bo'lsak, Ter Stegen shu kunga qadar 283 ta o'yin o'tkazib, shulardan 115 tasida o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan. Bu esa jami o'yinlarning 40% ga teng hisoblanadi. Agarda ularni yoshi teng bo'lganda, Abdumalik aka, ha deb yoshni bahona qilavermang. Bu ikkalasi ham hozirda top darvozabon. Shuning uchun yosh ular uchun bahona bo'lishi kerak emas. Bundan tashqari 2 yilda Ter Stegen De Gea'ning natijasini yangilashi juda qiyin bo'ladi. De Gea g'olib. Mana aynan ana shu ko'rsatkichda kim kuchliroq ekanligi aniq bo'ladi. Chunki De Gea hozirda eng ishonchli darvozabonlardan biri. U bir necha bor MUni qiyin vaziyatlardan qutqarib qolgan. MUning hozirgi himoyasida aynan De Gea jamoa joniga oro bo'lmoqda. De Gea faoliyat davomida 434 ta gol o'tkazdi. Har o'yin u o'rtacha hisobda bitta gol o'tkazgan. Qolaversa, u har o'yin o'rtacha 3 ta seyvni amalga oshiradi. Bir golgacha esa u 4 ta seyvni amalga oshiradi. Yaxshi Alisher, yomon emas. Lekin Ter Stegen ham hozirgi kunda juda ajoyib o'yin o'tkazmoqda. U Barselonaga kelgach, u juda ko'plab muxlislarning va mutaxassislarning tanqidiga uchradi. Ammo to'laqonli asosiy tarkib o'yinchisiga aylangach, nimaga qodirligini isbotladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ter Stegenning ko'rsatkichlarini tomosha qiling. U faoliyati davomida 264 ta gol o'tkazdi. Bu ham har o'yin deyarli bittadan gol o'tkazdi degani. To'g'ri, u kamroq seyf amalga oshirishi mumkin, ammo bir golgacha bo'lgan seyflari soni 5 taga teng. Demak, Ter Stegenga gol urish juda qiyin masala. Chunki Barsaning himoyasida Pique hamda Umtiti bor. Manchester Unitedda esa Smalling bilan Rojo. Durang. Alisher, Ter Stegen juda ham ajoyib reaksiyaga ega. U juda yaqin masofadan yuborilgan zarbalarni ham qaytarishga muvaffaq bo'lmoqda. Tomoshabinlar qanday qilib Ter Stegen bunday zarbalarni qaytarayotganiga ba'zan tushunmay qolishadi ham. Abdumalik aka, siz hozir hazillashyapsiz, to'g'rimi? Reaksiya bo'yicha Ter Stegen De Gea'ga yaqin ham kela olmaydi. De Gea fenomenal reaksiyaga ega. Uning qaytarib bo'lmaydigan to'plarni qaytara olish qobiliyatidan butun dunyo hayratda. U shu mavsumda Angliya Premyer Ligasida bir o'yinda 14 ta seyvni amalga oshirdi va shu orqali Premyer Liganing rekordini takrorladi. De Gea g'olib. Futbol ekspertlarining fikricha, darvozabonlar nafaqat darvoza chizig'ida, balki uning tashqarisida ham ajoyib o'yin ko'rsatishlari lozim. Ter Stegen ham aynan shunday darvozabonlar sirasidan. U nafaqat jarima maydonchasi ichida, balki uning tashqarisida ham yaxshi o'yin ko'rsatadi. Uning bunday o'yini Noyerning o'yiniga o'xshab ketadi. Aynan shunday chiqishlar sabab Ter Stegen mana bunday xatolarga yo'l qo'yadi.
De Gea esa bu jihatini ancha yaxshilab olgan. U nafaqat darvozaga yo'naltirilgan zarbalarni, balki o'yinchiga oshirilgan to'plarni ham tutib oladi. Alisher, De Gea chiqishlarda umuman o'ynay olmaydi. Bir qarasangiz burchak zarbasidan gol qo'yib yuboradimi? Bir qarasangiz jarima maydonchasidan tashqarida xato qilib turadimi? Qolaversa statistika bo'yicha ikkala o'yinchi deyarli bir xil miqdorda to'plarni tutib turadi. To'pni urib yuborish bo'yicha ham deyarli bir xil natija. Durang Ter Stegen Germaniya darvozabonlar maktabi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Ularning maktabiga asosan darvozabonlar nafaqat qo'llari bilan, balki oyoqlari bilan ham yaxshi o'yin ko'rsatishlari lozim. Aynan shu xususiyati Ter Stegenning Barsani o'yiniga tezda moslashib ketishiga sabab bo'ldi. Shu sababli u har o'yin De Geadan ko'proq to'p oshiradi. Ularning aniqligi ham juda yuqori. Qolaversa Ter Stegenning qo'lida otilgan to'plari ham De Geaga qaraganda aniqroq yetib boradi. Xo'sh, bunisiga nima deysiz? Chunki De Gea ko'pincha uzoq masofalarga to'pni oshiradi. U har o'yin deyarli 50 metr masofaga to'pni oshiradi. Bu esa deyarli xavfli vaziyat degani. Mana misol uchun so'nggi Argentinaga qarshi o'yinda u mana shunday to'p uzatish orqali golga assistentlik qildi. Alisher, tan oling, bu yerda Ter Stegenga yetib ola olmadi baba De Gea. Ter Stegen g'olib. Hozirda darvozabonlar maydondagi boshqa o'yinchilarga qaraganda kamroq shaxsiy yutuqlarga ega bo'lishmoqda. Shu sababli De Gea qanchalik zo'r darvozabon bo'lmasin, hozirgacha u bor yo'g'i yoshlar o'rtasidagi Yevropa chempionatining ramziy terma jamoasiga kirgan. Qolaversa, Professional futbol assotsiatsiyasi talqiniga ko'ra APLning yil jamoasiga kirgan. Bo'ldimi Alisher? Mana hozir men sizga Ter Stegenning yutuqlarini sanashni boshlayman. Demak, uning shaxsiy yutuqlari u o'smirlar o'rtasidagi Yevropa chempionatining ramziy terma jamoasi va Chempionlar Ligasining ramziy terma jamoasiga kiritilgan. Bundan tashqari, o'tgan yili Rossiya maydonlarida o'tkazilgan Konfederatsiyalar Kubogi finalining eng yaxshi o'yinchisi deb e'tirof etilgan. Bundan tashqari, Kicker jurnali talqiniga ko'ra Bundesliganing eng yaxshi darvozaboni bo'lgan. Mana natija. Ter Stegen g'olib. De Gea hozirda faoliyatidagi bor yo'g'i ikkinchi klubda o'ynamoqda. Bundan tashqari u Manchester Unitedning avlodlar almashinuvi davriga to'g'ri kelib qoldi. Shu sababli uning jamoaviy yutuqlari kamroq bo'lishi mumkin. Misol uchun u APL chempioni, Angliya Kubogi hamda Liga Kubogi sohibi, bundan tashqari u 2 bor Yevropa Ligasi sohibi hamda 1 bora UEFA Super Kubogini qo'lga kiritgan. Xo'p, bo'lmasam Ter Stegenning jamoaviy yutuqlarini sanashni boshladim Alisher. Ispaniya chempioni, Ispaniya Kubogi sohibi, Ispaniya Super Kubogi sohibi, bundan tashqari Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibi, klublar o'rtasidagi jahon chempioni, Konfederatsiyalar Kubogi sohibi. Qalay? Endi jamoada Messi o'ynagandan keyin yutadi-da. Ter Stegen g'olib. Xo'sh, futbolchilarning narxiga keladigan bo'lsak, hech qanday e'tiroz bo'lishi mumkin emas. Sababi ikki darvozabon ham hozirgi kunda dunyoning eng qimmat darvozabonlaridan biri hisoblanishadi. Ter Stegenning Barselonada ishlab topadigan maoshiga keladigan bo'lsak, uning maoshi 5 million yevroni tashkil qiladi. Abdumalik aka, De Gea yarim yilning o'zida Ter Stegen 1 yilda ishlab topadigan pulni ishlab topadi. Ha endi Alisher, Barselonaning hamma puli Messining oyligini to'lashga ketadi. De Gea g'olib. De Geaning mashhurligi kundan kunga ortib bormoqda. U shu paytgacha bir nechta reklamalarda ham qatnashishga ulgurdi. Qolaversa, uning Instagram sahifasida 9 million, Twitterda esa deyarli 11 million obunachi mavjud. Ter Stegen esa hozirgi kunda dunyoga endigina mashhur bo'lib bormoqda desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Agarda u jahon chempionatida o'zini ko'rsata olsa, albatta uning ijtimoiy tarmoqlardagi obunachilari soni ko'payishiga ishonamiz. Balki. De Gea g'olib.
Mana Ter Stegen 2 yildan buyon Barselonaning asosiy tarkibida to'p surib kelmoqda. Shu 2 mavsumning o'zidayoq u Barselonaning asosiy futbolchisi sifatida bemalol namoyon bo'la oldi. Ammo unutmaslik lozimki, Barselonaning asosiy o'yinchisi bu Messi va aynan u aksariyat o'yinlarni hal qiladi. Terma jamoada esa ko'p yillardan buyon Neuer so'zsiz birinchi raqamli darvozabon. Ammo u jarohat olgach, Ter Stegen uning yo'qligini bildirmaslikka harakat qilmoqda va Konfederatsiyalar Kubogi u buni yaxshi uddalayotganligini ko'rsatdi. Katta ehtimol bilan jahon chempionatlarida aynan Ter Stegen asosiy darvozabon bo'ladi. De Gea esa o'z jamoalarida juda muhim o'ringa ega. Hozirda MU Angliya Premyer Ligasida yuqori o'rinda ketayotganligida De Geaning o'rni beqiyos. U o'zi butun bir o'yinni hal qilishi mumkin. O'sha Arsenal bilan o'yinni eslang. Ispaniyada esa vaziyat yaxshiroq, chunki Ramos va Pikedan iborat devordan o'tish juda qiyin. Shu sababli De Gea o'zini erkinroq his qiladi. Ammo kerakli vaziyatda u jamoasini qutqarishi mumkin. De Gea g'oli. Va yakuniy hisob 7-5 De Gea foydasiga. Lekin aytib o'tish joizki, Ter Stegen hozirda jahonning eng istiqbolli darvozabonlaridan biri. Bejizga Barselona hozirda Yevropaning top chempionatlari bo'yicha eng kam to'p o'tkazgan jamoa emas. Qolaversa, yaqinlashib kelayotgan jahon chempionatida ko'p narsa aynan Ter Stegenga bog'liq bo'ladi va u albatta o'zini ko'rsatadi. David De Gea ham hozirgi kunda juda kuchli darvozabonlardan biri. Bekorga uni Manchester Unitedda Van der Sarning, Ispaniya terma jamoasida esa Iker Casillasning vorisi deb aytib o'tishayotgani yo'q va albatta bu unga munosib ekanligini isbotlamoqda. Mana azizlar, ko'rsatuvimizning navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga qaysi futbolchilarni solishtirishimiz kerakligini jo'natishdan to'xtamang va albatta biz o'sha futbolchilarni solishtirib chiqamiz. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.